Сегодня продолжим изучать тему дроби. А именно теперь в сегодняшней теме мы научимся давать общие знаменатели. Так, задам такой вопрос. Что такое знаменатель? Знаменатель имеет, да? Да, верно. У нас есть дробь А, деленное на b. То, что снизу, это знаменатель, а то, что сверху, это числитель. Верно. Теперь смотрите. Бывает еще одна дробь, это CD. Например, они друг к другу складываются, прибавляются или же вычитаются. Вот. Их знаменатели не одинаковые. А чтобы прибавлять или же вычитать дроби, вам нужно обязательно приводить дроби к общему знаменателю. Теперь такой вопрос. А как мы приводим к общему знаменателю? По прошлым темам, если вы хорошенечко вспомните, мы проходили нод и ног. Верно. Нод, я вам объяснил, что именно нод вам понадобится для сокращения дробей. А вот ног теперь немножко поменяет свое название и будет звучать как ноз. Наименьший общий знаменатель. Верно. Теперь, пользуясь свойством нока, вы начнете находить общий знаменатель к дробям. Повторяю, для всех, кто забыл или же где-то путается в нахождении нока или же нода, пожалуйста, вернитесь в прошлую тему и хорошенько повторите. Потому что без этого вам будет немножко сложно. Теперь еще одна информация. Вы проходили еще такую дополнительную тему, как взаимно простые числа. Да, взаимно простые числа. Если помните, я вам говорил, находить именно взаимно простые числа в дробях – это одна из важных частей решения дробей. Почему? Потому что если вы видите, что в знаменателе у вас взаимно простые числа, то ноз не находится. Просто дроби умножается крест-накрест. D сюда, B сюда. К первой дроби вы даете как, умножаете D, а ко второй дроби вы добавляете букву B. Вот таким образом ваша дробь приводится к общему знаменателю, как D умноженное на A, DA, плюс или же минус, B умноженное на C. А снизу B умноженное на D. Вот такая у вас будет общая дробь. Понятно? Теперь давайте мы будем это все рассматривать в числах. Число 48. Число 24. Самого плана. Плюс-минус. Так, теперь числители я запишу просто единичку, чтобы вам было более понятно. Сюда единичку, сюда единичку. Так, вот, нужно привести к общему знаменателю. Если вы знаете признаки делимости, у вас с этим проблем не должно возникать, потому что вы знаете, на какое число делится 48, на какое число делится 12, а если еще по-другому, сколько раз нужно умножить число 12 на какое-то число, чтобы получить 48. Давайте мы будем использовать именно ног, а по новому названию нос, чтобы найти общий знаменатель 48 и 12. 48 делится на 2. 12, верно? Да? Теперь смотрите. Дальше делить я не буду. Почему? Потому что я должен найти нос. Наименьший общий знаменатель. У меня число 12 вышло. Значит, то, что я дальше буду записывать, будет одинаково похоже с числом 12. Да? Все, значит, я просто беру и все остальное я сокращаю. А что у меня остается? 2 двойки. Значит, к 12 не хватает 2 двойки, именно четверка, чтобы они стали равны друг другу. Ко второй дроби я должен дать 4, а к первой единичку, потому что здесь ничего не осталось. Все, умножаю. Единица умноженная на единицу – это единица, а снизу будет 48. Плюс-минус 4 умноженное на 1 – это 4, деленное на 48.
Вот общий знаменатель. Понятно? Теперь, я вам говорил про взаимно простые числа. Кто-нибудь может привести пример к взаимно простым числам? Взаимно простое число. O'zaro to'qsonlar. 15 и взаимно простые. Bir-biriga nisbatan to'qson bo'lishi kerak. 15, 13? Хорошо. Вот 15 плюс-минус, вот 13. Единичка, единичка. Смотрите. 15 это непростое число. Верно? У него есть делители, кроме себя, и единицы. Но 13 это простое число. Поэтому мы их будем считать взаимно простыми числами. Потому что нету общих делителей. Знаменателей. Делителей. Общих делителей. Что мы делаем? 13 умножаем на 15, а 15 умножаем на 13, верно. Сверху будет 13 плюс-минус 15, а снизу будет 15 умноженное на 13. 15 умноженное на 13. Вот и все. Вот так вы даете общий знаменатель. Понятно? Tushunarli bo'ldi? Masalan, например, masalan 8 плюс-минус 9 bo'lsin, ikkalasi ham bo'luvchilarga ega. 3 ga, o'ziga, 1 ga bo'linaveradi. Bunisi esa 2 ga, 4 ga, o'ziga, 1 ga bo'linaveradi. Lekin umumiy bo'luvchisi bo'lmaganligi uchun, взаимно простое число bo'lganligi uchun bularga crest-nakrest qarama-qarshi qilib ko'paytirib qo'yaverasizlar. O'shanda javobinglar 9 plus minus 8, pastda esa 8 ko'paytirilgan 9 degan javobingiz chiqadi. Tushunarlimi? Tushunarli? Qiyin narsa emas ekan. Osona. Bitta misol ichib ko'ramizmi? Все. Так. Из 6 номера можете задать любой вопрос, любой пример, который вам кажется сложным. 15 16 и 23 192. Окей. Тут 16, тут 192. Давайте теперь начнем находить. На какие числа делится 16 и 192? 16, понятно, делится на 2, на 4, на 8. Следующее это 8. Так, 192. Давайте попробуем это число разделить на 8. 18 ga bo'lishga harakat qilamiz. Так, 19 ichida 8 nechta? 2 ta qoldig'i necha qoladi? 3. 32. To'p. Demak, 8 ga bo'linyapti. Bitta plankani ko'taraylik, 16 qilaylik. 16 ga ham bo'linishi kerak, chunki 32 16 to'g'ri kelyapti hammasi. 16 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Inchi? 1, 3 qoladi. 2 ta berish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunda nechini 16 ga ko'paytirsak 192 otgan ekanmiz? 12. 12. Chunki 16, keyingisi 32, 1, 2 bo'lyapti. Bunga necha berishimiz kerak? Bunga 12 berishimiz kerak. 1 bilan 2, 12. Mana 192 ni 16 ga bo'lganinglarda 12 chiqdi. O'sha 12 yetmayotgan ekanda 16 ga. 192 bo'lishlik uchun. Bu yoqqa shunchaki 1 deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi 16 ni 12 ga ko'paytirganimizda 192 olar ekanmiz. Числительimiz nima bo'ladi? 12 100 necha? To'g'ri. И bo'ldi. Mana umumiy maxraj. Yana еще примеры. Еще примеры. Beravering. Hamma qiyin bo'lib tuyulayotgan misollarning hammasini bugun ko'rib chiqamiz. Четыре целых 2 восьмых. 3 восьмых. 3 восьмых. 2,5 девятых. 3,3 седьмых.
Смотрите, взаимно простые чисla. O'zaro to'psonlar. Bo'luvchilar yo'q deb biladimi? Umumiy bo'luvchilar yo'q. Shuning uchun nima qilamiz dedik? To'pa-to'g'ri. Bir-biriga ko'paytira olishimiz kerak. Nechta ko'paytuvchi hosil bo'ldi? Сколько множителей здесь преобразовалось? 3 to'pa-to'g'ri. 8, 9 и 7. Qaranglar. Если мы сейчас общий знаменатель дадим к первой дроби, какие числа мы должны умножить? 9 и 7. Верно. 9 и 7, потому что восьмерка есть. 9 умноженное на 7. А сюда? Верно. 8 и 7. Chunki devatka bor. 8 bilan 7 yetishmayapti. Oxirigacha 8, 9. 8, 9. Mana. Endiga qiladigan ishinglar. Не обращать как внимание на целые числа, на ваши целые числа, а просто их записать. А потом 9 умноженное на 8 умноженное на 7, сверху 3 умноженное на 9 умноженное на 7. И 2 целых, 9 умноженное на 8 умноженное на 7, сверху 5 умноженное на 8 умноженное на 7. 3, 9 умноженное... Ой, sorry. 3 умноженное на 8 умноженное на 9, и снизу 9 умноженное на 8 умноженное на 7. Bo'ldi. Shularni hammasini ko'paytirib chiqamiz. Ko'paytirsak ko'p vaqt ketib qoladi. Tak ko'paytirish endi u yoq o'zinglarning ishinglar. Tushundinglarmi qanaqa знаменатель berish kerakligini? Olyapman. Bu yoqqa kirgizib yuborishdimi? Kamil ustoz bu yoqqa kirgizib yubordilarmi? С 15 начинаем. И давайте выбирайте примеры, которые мы будем рассматривать как на примере. Давайте, быстрей. Ага, диктуйте. 5,2 третьих. 1 целая, ой, 1 шестая. Вот этот пример, да? Так, Шоджохан, вставай. Будем давать с тобой общий знаменатель, давай. 6. 6. О. 6, да? Сюда 2? Нет, Sen to'g'ri gapirdi. 6 2 deyapsan-ku. Noto'g'ri uchun deydi. 2 ga 2 yozaman. Tepasiga. To'g'ri fikrlarimizni to'g'ri ifodalashni o'rganamiz. Ruschasiga tushuntira olmayapsanmi? O'zbekchasiga gapir. Hech qanaqa birinchi kasrga, xohlasang birinchi drobga mana shunaqa son beramiz degan. Ko'paytiramiz degan. Gapir. Misol 6-chi bo'lamiz, ikkinchi tepasiga yozamiz. Davay. 6-chi bo'lamiz, ikkinchisiga. Keyin tomdan tashlaymiz degancha tomdan tashlaymiz deyirmagan. Tepasi 2 yozing. Nimani tepasiga? Tepasiga o'sha. Ikkini tepasiga mana bu yerga yozmayman. Surating mana bu yer. Suratga yozilmaydi bu narsa. Qayerga yoziladi? Surat tepasiga. Kasrga degan. Sen dropga berasan, suratga tepasiga, pastiga, orqasiga, yoniga bermaysan. Kasrga berasan. Dropga 2 yozasiz. Dropga 2 beramiz. Aha. Bu yoqqa dropga beramiz. Söyle. Qisayam bo'ladimi deydi. To'g'ri. To'g'ri plus. Hozir shuni ishlaymiz. 6 yozamiz. Shular bilan aytganda, 6. fikringni to'laqonli yetkazib ber. Oldini qayerdan olding? 5 plus 1. 5 plus 1 6. Uxlab qoldingmi? 4 plus 1. Снизу 6. Aha.
6 целых. Ага. 5 шестых. Ey. 5 шестых. Tushundingmi? Yetishingni bilaman. Gapira olmaysan-da, tushuntirib bera olmaysan. Kim o'tirasan? Anu, как Shohjahon chiq tushuntirib bersa menga, ustoz, men bilaman, tushuntira olmayman deb o'tirasan-da. Tushuntirib berishni ham o'rganishing kerak. O'shanda esingdan chiqmaydi. Так, следующий пример. Bo'lingizlar. Ага. 5,13. Плюс 2,14. 2,15. Ладно, давайте. Общий знаменатель мы можем дать? Нет, конечно. Почему? Потому что и так знаменатель одинаковый. Тогда что делаем? Тренигина. Ustoz deyman. 4 oydan beri ustoz deyman. 100 bo'ladi, 30 bo'ladi u ishlar. Maqtaj 15 bo'lmaydi, 30 bo'lmaydi, 15 bo'ladi. 30 bo'ladi, ustoz. Choq. Hey. Qo'yinglar. Men bir oydan keyin yana qaytadan kasr o'tish niyatim yo'q. Yetadi shuncha kasr o'tganim. 4 oydan beri kasrda yuribsizlar. Bog'cha bolasiga ham tushuntirganimni o'rganib ketgan bo'lardi. Davno. Давайте, boshla. Bo'ldi. Chalg'itmaymiz. Bo'ldi, chalg'itmaymiz. Давайте. Nigina bilan ishlayapmiz. Hey. Знаменательге 15 olmamız. Потому что одинаковые o'zgarmaydi. Aha. 7 yo'q to'xtang. Hey. Semga olsalar, semni qayerdan olyapti? O'zi cho'may qolyapti. Anaqaga qo'shamiz. Qanaqaga? 2ga qo'shamiz. Ha. Yetyapmiz. Aha. Dальше. Знаменательге 15 olmamız. Aha. Yordam berganni bugun mushu ishlasin. Давайте. Dальше. Endi nima qilamiz? Sağ bo'ling. Zlafus. 13 плюс 4. Ага. Что за дробь? Неправильная дробь, верно. Неправильную дробь нужно перевести в смешанную. Ага, правильно. Давайте. Дальше. Как? Все. Yo'q. Mushu ishlab ketadi. Mushu bo'lib. Mushuni urg'ochimi? Erkagi bo'ladi. 17. А? 17 умножаем на... Не пугайте так. 17. 17. Ana. 7 целых плюс 17 делим на 15. Дольше, больше. Один же. Угу. Теперь. Да, вот у нас преобразовалось целое число. Эту целую мы прибавляем. К целому будет 8. Дальше. Верно. Сверху 2, снизу 15. Все. Давайте еще один пример. Можно дальше? Нет. Примеряем, ustoz. Еще один пример. 7,1/6. Ага. Пауза. Плюс 2, 5 девятых. Будем ходить в двойных дробях? Чуть-чуть посложнее нету там? 22,5. Ага. Так. 22, 3 десятых, плюс 5, 7 целых. Плюс мы. Плюс 1 десятая, 10 целых, 1 десятая. Ой. So'q, давай. А где сложность? Ладно, башляди. Нигина, давайте.
He. Bo'ldi. Знаменательно o'nni bo'laveradi. Aha. Hop. Anasi bittasiga biroz chiqamiz. Dальше. Ha, bo'ldi. 22 ni 5 ga qo'shamiz. Nechiga? 22 ni 5. Aha. Necha? 27. Aha. 17. Harf. Ko'raylik. So'z ma'noli g'ayz qiladi. Yaxshi. 27 ni 7 ga qo'shamiz. 27 nechi? 7 ga. Aha. 34. Keyin unga 10 qo'shamiz. Mhm. 44 mi? Yo'q, to'xtang, Stas. Astagfirullah. Stas birinchi vaqtda o'tirdik. Так, uzr kitobni boshda ochar ekanmiz. Дальше. Chapida bo'lsa o'rgatishgan. Дальше. Endi uni tepadagi Ha, xuddi shunday. Boshlang. Давайте. Hop. Aha. To'g'ri. 5 10. Bu qanaqa drob? Ballonyapsiz. Stop. Неправильная дробь qanaqa tarzda keladi? В каком виде приходит неправильная дробь? Я у вас спрашиваю. Так, bolalardan kim podskaska qilsa kalta yeydi, qizlardan kim podskaska qilsa 50 ta o'tirib turadi. За подсказку 50 приседаний. Девочка, за подсказку один раз удар с кнутом для мальчиков. Qanaqa dробь? Смешанный, to'g'ri. Nimaga смешанный dedingiz? Qaranglar, bitta so'z bor. Dars paytida juda ham yomon yordam beradigan zo'r so'z bor. Bu so'zni ishlatishni o'rgansanglar, o'z joyida to'g'ri ishlatishni o'rgansanglar, sizlarga vaqtinglarni tejashni hamda mavzuni tezroq o'rganishga yordam beradi. Bu so'z bilmadim. Mana bilmaysizlar-ku, bilmadim deyish vaqtni ancha-muncha tejaydi. Есть одно слово, которое помогает намного эффективнее проводить уроки, лучше изучать тему, а также сократить время. Это слово «не знаю». Если вы не знаете ответ на вопрос, на уроках нужно именно произносить это слово. Не знаю. Bilmadim deyishni o'rganish kerak dars paytida. Agar rostdan bilmasanglar. Lekin uni salbiy tarafi ham bor. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, ustoz bilib turib, bilmadim deb javob berayotganlarni bilib qolsa, qiyin yomon bo'ladi. O'shanaqa bilmagan narsalarga bilmadim deb javob berish vaqtni ancha-muncha tejaydi. Shu so'zni bundan keyingi darslarda ishlatishni o'rganinglar. Iltimos. Zvachkangizni tashlang. Uchib ketasizmi o'ylama, pishirib. Ketdi. Bo'ling. Qanaqa turib bu? Смешанный. Nimaga смешанный? Bilmadingizmi? Nimaga смешанныйni bilish uchun mening o'tgan darsimni ko'rib chiqing. Tak. C A B. Agar sizda mana shunaqa drob bo'lsa, drobingizni oldida, kasringizni oldida целое число bo'lsa, целое число. Anaqa целое число bo'lsa, bu смешанная дробь deyiladi. Aralash kasr deyiladi. Chunki kasr ham bor, butun son ham bor. Tushundingizmi? Qanaqa kasr bu? Смешанный. Nimaga смешанный? Chunki kasr ham bor, anaqa
Eshikdan chiqib qoldimi? Siz boshqa aytqoling. Qanaqa son bu? Целое. Butun. Целое число. Butun son. Ha, natural butun son. Butun soni bo'lganligi uchun Смешанный. ha, to'g'ri. Qanaqa kasr bu? Смешанный. Nimaga smeshanli? Chunki butun son bor. Aha, to'g'ri. Endi menga nimasi yoqmayapti? Nimaga men yana ravno znakini qo'ydim? Смешанный. Smeshanligi yoqmayaptimi? Ha? Смешанный bo'lgan. Yo'q, normalniy. Nimasi yoqmayapti mana shu kasr menga? To'g'ri yo'qmayapti. 44 yaxshi turibdi. Nimasi yoqmayapti? Nimasi menga yoqmayotganini biladiganlar qo'lini ko'tarsin. Javob bersin emas, qo'lini ko'tarsin. Sen bilmaysizmi? 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 Siz bilmaysizmi? Nimani o'zgartirishga? So'ra. Menga ham yoqmayapti. Mana shu smeshanli yutdagi drobimizda menga nimadir yoqmayapti. O'sha nimadir yoqmayotgani nima? Nima menga yoqmayapti? Kimlar dedi? O'yin ko'tarildi. Siz o'tiribsiz. Bilmas ekansan, bo'ldi. Bugun faqat Farruxga yangi mavzu o'tib beraman. Ayo, bilarkan. Yo'q. Erkak Bo'ldi. Bilmas ekan. bir marta gapir. Tak, men bu tarafda qo'llarni ko'rmadim. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Tak, xo'p, keling. Sizni javobingizga aniqlik kiritamiz. Sizga ko'rmayotganligi sababi nigina turganligi uchunmi yoki ko'rmayotganligi sababi uzoqligi uchunmi? Ha. Nigina sal. Hey. Teng ushlasizlar. Sal aniq turing. Ko'ryapsizlar. Hey, quloqga keyin gapirasiz. Aytmi? O'zlari ham ayta oladi. Siluetingiz qolib ketdi. Bo'ldimi? Bilmaysizmi? Илья, что здесь лишнего в этой дроби? Turing. O'rtadaman bu. Turing. Keling. Gupkaganmi? Bo'ldi, almashtirib turasiz. Nimadir yoqmayapti menga. 44? Yo'q, men boya нормально turdi deb Hayollar boshqa joyda edi. Yo'qmi? Qatas, stop. Смешанный bu qanaqadir? Целое число. Целое число bor drop, смешанный deyiladi. Xudoga shukr. Неправильный drop qanaqadir? Когда знаменатель больше числителя. Или наоборот. Числитель больше знаменателя. А правильность qanaqadir? Правильно? Этот знаменатель больше числителя. Знаменатель больше. Hop. Tak, mana shu kasrimizda menga nimadir yoqmayapti. O'sha nimadir yoqmayotganligini topishga ko'makchi inson Shohjahon. Tur. Nima bilan nima? 5 10. Nechiga bo'lmoqchisan? 10gami? 5 ga. Aha. Nechi bo'ladi? 1 2. 1 2 2. Chiroyli gapi. Ha? O'zbekcha gapirmasmi? Tepasiga 1, pastiga 2. Okay. Hop, xohlasang da 1 вторая degan yoki 1 taqsim 2 degan. Matematik. Tepasiga pastiga. Ammo matematikada ishlatiladigan ayrim bir terminlarni ishlatsang, hech kim seni urishmaydi. Navbat xursand bo'laman. 1 2 2 3 qilib o'tirma. Iltimos. Bu yoshdan o'tdik. Dalshi. Misol beramiz, bizning faol o'quvchilarimiz skopkali anu bir-biriga ko'paytirib. So'z jaqim, ha? Так, вот из 20 номера дайте пример. Стоп. 6-chi so'z. 26-й? Farqi yo'q, давайте. Диктуйте. Да, давайте диктуйте.
5. Bo'ldi. Ulgurmadik. 14,63. Nimaga ani tam первых degan gap chiqib keldi? Plus ha? Plusmi, minusmi? Yo-mayo. Ani kap serial ko'rayotganda 1xbet deb chiqib kelgan reklamaga o'xshaysan, Siroj. Jim o'tirsang-chi. 53 126. Bo'ldi. Молодец. Xo'p. Endi diktovka qilayotganda mana narsa bo'ladi. Kim birinchi gapirib yuborsa, misolni, faqat o'sha gapiradi, qolganlar jim o'tiradi. Chunki, 126 bo'lib ketadi. Misoli ham o'zi. Ha, o'zi aytadi. Yo'q, misolni bular aytadi. Так. 63, 8, 126. Что нам не нравится? Топа-тора. Правильно. Давайте начнем с со скобки. Со знаменателя скобки. Так. Men adashmasam plus-minus o'tayotganimni bitta qoidani tushuntirdim. O'sha qoidani eslatinglar, mana shu skobkalar bilan bog'liq qoida edi. Skobkani ochib ko'rsak ham bo'ladi. Chunki hamma joyda plus, farqi yo'q. Skobka bormi, yo'qmi, uni hech qanaqa bizga daxli ham, farqi ham yo'q. Buni olib tashlasak ham bo'laveradi. Общий yozib olsak ham bo'laveradi. Давайте. Biz знаменатель berish kerak. So'z gapir. Gapirdim. Samet berdi. Ha, yo'q, общий знаменатель bilan aytib bo'ladi, mayli. Ha, aytib bo'ladi. Давайте. Общий знаменатель beramiz. Yo-mayo. Так, kim qaysi droplarga qanaqa sonni ko'paytirish kerakligini topib bo'ldi. Yo'q-e. Shuncha interessga qo'l ko'tarding. Topdingizmi? Qani, turing. Voy. Shoh ko'tardi, aniq ko'tardi. Shoh aniq ko'tardi, tur shoh. Hop, 63 ko'paytirsa necha bo'lib ketadi? Qarang, 63 ni 53 ga? Ha? Singlim bo'lganingizda shotni o'zida so'yib yuborardim. Tak, 63 126. Qanaqa сократить? 63 126. Ha? Tur bor arqonni olib o'zim bosaman, bolam. 63 126 deb turibman, ey. Baribir 3 ta sakayt o'tadi. O'ksini aytib 126 bo'ladi. O'zbekcha gapirayotganingiz bilan. Xo'p, birinchi dropga necha berishimiz kerak? 2 to'g'ri. Bo'tgacha? Nima? Hozir yana o'ta gapirsam, nemischa gapirasanmi keyin? O'shuncha. Chiroyli. 8 ga yetmayapti nimadir. 8 ga nimadir yetmayapti. 5 emas. 8 ni 5 ga ko'paytirsangiz 40 ku. Ha, mana turibdi. 126 yoki 63. 63 bilan 8 ga umumiy maxraj bera olamizmi? Yo'q, bera olmaymiz. Chunki 126 bilan ko'rishimiz kerak. 126 8 nechidirlar yetishmayapti. 8. Kaltigim kelyapti. Tak. Kim topdi? 8 126 umumiy maxraj kim topdi? Ay, qo'l ko'tarsa bo'ldi. Ha, xo'p bo'lsin. Topdinglarmi? Yaxshilar. Boy tushuntirdim-ku. Ha, xuddi shunday. Nos topotgan, yo'q, 15 emas. Nos topotganimizda 126 ni va 8 ni nima qilib chiqishimiz kerak? Bo'lib chiqishimiz kerak. Ketdi 126 nechiga? 2 ga, to'pato'g'ri. 2 ga ketdi dalshi. Hop, yog'iga.
Yo'q, yo'q. 3'ga. 5 edi orada. 2 bo'ladi. Hı? 32 turgan. 21. Bo'lish esdan chiqib ketdimi? Dальше. 7 1. To'g'ri. 8 da 2, 2 2 chiqadi, to'g'rimi? Ikkilarni qisqartirib tashlaymiz. Nimalar qolib ketdi bizda? Hop. 126 ga nechini ko'paytirishimiz kerak ekan? 8 ga nimani ko'paytirishimiz kerak ekan? 2ni. Hı? 8 ga nechini ko'paytirishimiz kerak? 9 edi. To'g'ri. 8 ga 3 kere 3 9 chiqadi. 7 bor. 9 bilan 7 ni ko'paytmasini 8 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda nechi qoldi? 4. O'sha 4 ni 126 ga ko'paytirishimiz kerak. O'shanda 126 turgan joyga 4 berasizlar. 8 turgan joyga 9 ko'paytiruv 7 berasizlar. 63 ga nechi berish kerak ekan? 60 yoz oladi hozir bo'lsa. 63 ga nechi yetishmayapti? 2 bersin. Qaranglar. 63 ni hozir 63 ni 126 qilish uchun 2 yetishmaydi, to'g'rimi? Endi 126 ga 4 yetishmayapti. Demak, 63 ga endi necha yetishmayapti? 8. 7 8 10 bor. Ikkisi bor edi. Mana bu yerda 4 bor. Yana 4 ko'paytirish kerak. 8 bo'ladi-yu. Nimaga darajani plus qilasan? Ko'paytiruv yo'q bu narsa. Bo'ldi. Qolgani Telegram kanalimda. Tak. Butunlarini yozib olamiz. 40 pastda. 126 ni 4 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? 4 8 10 5. 5. Mana buni o'chirib tashlayman. Plus 2. Tak, 27 ni 7 ga ko'paytiramiz. 291. 291. Yo'q, 27 ga 7 ni ko'paytirsang, 7 kere 7 49, 7 kere 2 14. 97 ni 3 ga ko'paytiryapti. 16, 14, 18 u. Nima qilasizlar? Mana bu 49 beradi-yu, 9 ni yozgandan keyin to'g'ri qolib ketyapti. Mana bu yerda 14, 4 ga qo'shib yuborasan 18 chiqadi-ku. 189 pastda 500 to. 9 azin ajratimiz 97 bo'ladi. Tak, ko'paytirib turibdi. 97 3 butun 4 ni 2 bo'ladi. To'g'rimi? Voy, bilan 4 kere 3. Mayli, siz Yo'q, bilmadim demagin, uyat bo'ladi-yu. Bo'ldi, endi nima qilamiz? Tak, endi nima qilishimizni bizga? Верно, 14 плюс 2. Ой, 16. Верно. Dальше sida 19. Endi dробini sanash kerak. Men sizlarga yordam beraman, знаменательni yozib beraman. Ketdi. 200. Почему 39? 4 плюс 8. 22? 4 плюс. А 8, 12. Ага. 9. Дальше. 0 плюс 9. 9. 9 плюс 2. 1 пишем, 1 в уме. 2 плюс 1. 3. 1 в уме, 4.
2 plus 2. 4. Bo'ldi. Bu qanaqa kasr bo'lib qoldi? Yaxshi kasr bo'lib qoldi. Bo'ldi. Javob chiqdi, to'g'rimi? Bu kasra menga yoqmayapti. Kim bildi nimaga menga yoqmayapti? Shu boydan Ay, 504 qayerdan keldi? boysun yozib chiqadi. Qaranglar, mana bitta 126. Mana bitta 126. Bu yoqda 8, bu yoqda 63. Tushundinglarmi? Mana bu 63 bilan 126 ga yetishmayotgan son 2 edi. Bunga 2 ni ko'paytirdik. Lekin 8 7-chi qolib ketdi. 8 ga nimadir qilish kerak edi. Bilamiz, bizda noz degan narsa bor. Noz. Noz degan narsani topdik. Nozni qanaqasiga topdik? Sonlarni bundoq qilib tub sonlarga ajratib, bo'luvchilarga ajratib, keyin bir xillarini qisqartirib, qolganlarini bir-biriga ko'paytirdik. Shunaqa qilganimizda, оказывается, 8 ga 9 bilan 7 ni ko'paytirsak, 126 ga esa 4 ni ko'paytirsak va 63 ga yana qo'shimcha mana shu 4 ni ko'paytirsak agar 504 chiqishini topdik. Juda qiynalsanglar, oldin mana bittasiga umumiy maxraj topib, keyin oxirgi uchinchisiga topsanglar oson bo'ladi. Chunki 63 bilan 8 bu o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlarga umumiy maxraj topish oson. 8 ni 63 ga, 63 ni 8 ga ko'paytirish kerak bo'ladi. 504 chiqadi. 504 dan keyin topib olasizlar. 504 ni 126 ni necha ko'paytirsam 504 beradigan narsani topib olsanglar bo'ldi. Javob chiqib keladi. Xo'p, mana buni tugatib qo'yishimiz kerak. Mana buni tugatib qo'yishimiz kerak. Ketdi. Ha, nimasi yoqmayapti? Nimaga menga yoqmay qoldi mana shu kasr? Yo'q, normalniku, смешанный chiqish kerak. Правильный dроb bo'lib turibdi. Tepasi pastidan kam. Lekin nimagadir yoqmayapti menga mana shu kasr. O'ylanglar, nimaga yoqmayapti? Javob chiqqandan keyin har doim tekshirib ko'rish kerak bo'lgan narsa bor. После того, как ответ выходит в примере, есть одна тонкая деталь, которую нужно проверить каждый раз. Всегда. Qaysi joy o'sha? Mazgi, jimti. Qaysi joy yoqmayapti? Bilsang qo'lingni ko'tarib qo'y bo'ldi. Hop, bitta odam bildi. Ikkita odam bildi. Вам понятно? Реально? 141, 504. Почему оно мне не нравится? На какое число? Mana topdim. Уже подсказка qilib berdi, faqat xato gapirdi bo'ldi. Ha, tak. Intriga qo'shamiz. Bir-biriga yordam berish yo'q. Так, Илья. Встань. Почему мне вот эта дробь не нравится? 441. Да, почему эта дробь мне не нравится? Aygiring, turing. Nimaga menga mana shu kasr yoqmayapti? So'zlarni yopib turmayman. Gapirmayapti. Что? Потому что? Не может что? Нет, может быть такой большой. Kengisi. Turing. Nimaga? To'xtang, turing. Точнисini aytsangiz agar 3 mi? Nimaga 3 ga? Hisoblayincha qanaqasiga topdingiz 3 ga sakratsiz bo'lishini? Turib turing. Так, Rayhona. Встаньте вы тоже. Rayhona. Nimaga? Turing. Надежда. Спасибо. Встаньте, пожалуйста. Дорогая моя, Дилафрус. Объясните, почему это число делится на 9? Ага.
Ну, 4 плюс 4, 8. 8 плюс 1, 9. И то же самое снизу 5 плюс 4, получается 9. Получается, это число 9. Мгм. Мгм. А так. Давайте, доведите дело до конца. Можете сесть, просто устно рассказать, а остальные будут стоять. Har bitta to'g'ri javobinglar uchun o'tirasizlar. За каждый правильный ответ вы tilimiz sepib chiqib ketdi. Ha. Yo'q. Chiqib o'tirib kelasizmi? Yo'q. Ketdi. 19 441 делим на 9. Мгм. Смотрите, 44, да? Было бы 45, оно делилось бы на 5. Но так как на 5 оно не делится, мы берем 4, 36. 44 минус 36. 49. Ведь-то верно. Ага. Знаменатель, да? Тут 50. 54 делится на 6. Но у нас так не получится, поэтому берем планку ниже. Это 5. 45. Ой, 5 трудно, что то ли 5. 50 минус 45. 54. 54 делится на 6. Эта дробь мне опять не нравится. Мне вот эта дробь не нравится. 49 56. А? На 3? Нет, не на 3. Shoh qo'lini ko'tarishdi. Nasib, to'g'ri, верно. Nasib. 9. Uxlab qoldingmi? На 7, да? 7 восьмых. Видишь, Илья? Endi hali ham yoqmayapti. Так, jimjitlik. Пожалуйста, Камал, встаньте. И ответьте на мой один вопрос. Jimjitlik. Javobini bilgan qo'lini ko'taradi, okey? 7 восьмых qanaqa kasr? Ha? Нормальный? To'g'ri, правильный, lekin uni boshqa nomi bor. Bilganlar qo'l ko'tarsin. Turganlardan kimdir qo'l ko'tarsa agar o'tiradi. Да. Верно, взаимно простые числа. Сядьте. Взаимно простой-ku, o'shaning uchun дальше bo'la olmaymiz-ku, qisqartira olmaymiz. Aytiluvdi. Вам было сказано, дробь не сокращается после того, как оно превращается в взаимно простые числа. Все, 7 и 8 не имеют общих делителей, поэтому они не сокращаются. А так, если бы мы не обращали бы внимание на взаимно простых чисел, ну, взаимно простое число bo'lganiga ahamiyat bermaganimizda, то что у нас было бы? Вот эта восьмерка сократилась бы еще на 2, на 4 и так далее. Но так как 7 и 8 больше не имеют общих делителей, ответ остается как 19, 7 восьмых. Вот и все. Так, hozircha qolganlar turib turadi. Biz keyingi misolga o'tamiz. Har bitta to'g'ri javob uchun o'tirishga. Keyingi pari ham ustozi kelganmi? Ha? Yo'q. Hop, 2 minutga chiqib ketdi. Yo'q, mana shuni uchun. Bo'ldi, minusga o'tamiz. Plusda zerikdim. Bitta qiyin misol bergin. Mana 6-chi. Armoq olib ketdi. Bo'ldi, minusga o'tamiz adodan. Minusdan qiyinroq misol bergan. Armoq olib ketdi. Sof 5 minus 2. Har vaqt endi qiyinrog'ini olamiz. 29 11 Давай, diktoy. Yo'q, men buni o'chiraman. Hop, ana. Давай, ketdi. Skopkani ichida 12,1 minus 3,5 dan 5 dan 6 minus skopka yopilgan 2,89 minus 1,45. Yo'q, plusku. Плюс ekan. Сколько закрывается? Минус 33. 5 целых. Сколько? 5 восьмых. Ana demaydi. 5 olib tashlang.
buyoqdagi 5 obchasini skobkani oching. Потом 5 целых. 5 восьмых минус 4 целых. 3 четвертых. Скобка закрывается. Минус. Скобка yana ochasiz. 6 целых 9 сороковых. Минус 5 целых 11 90. Bo'ldi, masjidda qoladi. Так, стоп. O'qmayli. Нормальный misol. Так. Чиха. Shojaxon. Ha, birinchi действие qaysi? Yo'q, Давайте. Тур. А? 12 плюс 3? Ой, минус. Turamiz. Кто? Давай. Да. 3 часа. Вот по новому расписанию только 3 часа. Что, саксон? Sakson plus sakson. So'zi aqlli Yo. Есть ответ? Sozdan chiqib keling. Mana shunga javobini bering, keyin chiqib kelasiz. Voy. nimasini so'raysiz, nima qilishini? Anaqa patent. Ketma-ketligi. Стоп. Первое действие. Второе действие скобка. Bo'ldi. Kuydingiz. 2 plus 1. Lekin o'tirmaysiz, bilasizmi nimaga? Chunki siz javob berayotganingizda ayrim bir insonlar sizning javobingizga to'sqinlik qildi. Nima aytgandek? Yo'q. 2 plus 1 bu 2 plus 1 bu ikkinchi действие emas. Ikkinchi skobka bu ikkinchi действие. Mana bu uchinchi действие. To'rtinchi действие. 5 6 7. Shuni so'radi? Shunaqa oson narsa so'radimi? Hop. Ketdik. Boshladik. Kim yechadi mana shu skobkani? Yechgan o'tiradi. Bo'ldi, ketdi. Давайте. Yozamiz. 12 1 2 minus 3 5 шестых. Как ты стоишь? O'tiribdi o'g'lim. Давайте. Nima qilishimiz kerak birinchi bo'lib? 2 ga 3 beramiz. Yo'q, kasrga. Aha. 12 buton 3 taqsim 2. 3 buton 5 taqsim. Tak, mana shu yerda bitta qiyin joyi kelyapti. Birinchi kasrimizni 3 taqsim 6. Birinchi kasrimizni числители, то, что в числителе меньше, чем числитель второй дроби. Поэтому что мы должны сделать? Смотрите. Для того, чтобы вычесть вот эти дроби, нужно от целого числа дать одно целое ко второй дроби. Объясняю, как это происходит. Agar 12dan 1ni olib 3 taqsim 6 ga beradigan bo'lsak, в этом случае вот эта единица превратится как 6 шестых. 6 шестых. И плюс 3 шестых. А это в конце концов дает вам 9 шестых. Вот теперь ваша дробь превращается в число в дробь как 9 шестых. А 12 становится 11. Понятно? 11 butun 9 taqsim 6 minus 3 butun 5 taqsim 6. Давайте. Ket. Keyingi harakat. Keyingi действие. 8 buton 4 taqsim 6. 4 taqsim 6. 4 bilan 8 buton 2 taqsim. Bo'ldi, o'tiring. Keyingisi. Yo'q. Mana shuni tugatamiz, keyin chiqamiz. Odamzod. Kim ikkinchi kasrni o'z bo'yniga oladi? Ikkinchisi ham oson. Timur plyusli. Mana buni kim o'z bo'yniga oladi? Ikkinchi действияni. Давайте. Bilan 5. Zaminat verish kerak. Общий знак. Ketdi. 2 plus 1 поделенный на
Потом a few moments later bo'ladi. Hop, oldin ayting o'sha kasrni. Voy, podskaska ko'rmay qoldim-da, qaysi biring podskaska berding? Harusi yapışır. Chiqing Ahmetga. Hop, nima qilishimiz kerak? Hop, plus qilishdan oldin nominatsiya berish kerak. Necha beramiz? Necha beramiz deb so'radim. Birinchi kasrga necha berishimiz kerak, ikkinchi kasrga necha berishimiz kerak? Voy. Boring, turing. Ayting. Tura olavering joyingizga. Birinchi drobga 9 beramiz. Mana esa 5 beramiz. Chiqing. Bo'ldi. Bo'ldi. Ayt. Birinchi drobga 5 beramiz. Второй 9. Взаимно простые числа-ku 9 bilan 5 bir-biriga ko'paytirish kerakligini bilishinglar kerak. Ketdi, давай, дальше. 3 yozasiz. Plus 5. Sonra Qanaqa edi? Kaljadan yo'qlatish kerak. 36. Dumba biling. Bo'l. Asta. 45. Дальше. 76. 15. Yo'qmi? 8 bo'ladi. Nima bo'ladi? Netarni drobga o'tkazing. Gapir. Hisoblama deysiz. Ha, ayt o'sha 76. 45. Ya'ni bo'ladi 45. Ha. Bir, 3. 31. Atlet. 31. S. Atletga bir yozasiz. Keyingi yo'q. Eshak kaltaysan hozir. Soxto'riga to'g'ri chaladi sos yaxshi e'tibor bering. Ularga javob ham Kim biladi? 3. Hop. Ayt oxirgi itogni aytgan menga, itogi ответ aytgan. 4 целых. Mana bu 3 bilan mana bu bir-biriga qo'shiladi. Chunki mana bu nepravilniy dробdan 1.3145 chiqyapti. Mana shu birni mana bunga qo'shib olish kerak, bo'ldi. Qiyin narsa emas. Keyingisini kim oladi bo'yniga? Keyingi kasr, keyingi drob. Kim? Voy, turaverasizlar unaqada. Kim? Kim oladi mana bu kasrni o'z bo'yniga? Ответственность kim oladi? Bo'ling, давайте. Qo'rqish kerak emas, yetish kerak bo'ldi. Bosa sola sol. 5 minus 4 qo'yib olamiz. Aha, keng. Ano 8ga 8 3ga beramiz. Qarang, 5 oldin mana buni ayting. 5 8 minus 3 4 to'g'rimi? Nimaga beramiz? Mana pastdagi 8 tepadagi 3ga beramiz. Nimaga? Ha, bu unaqa son emas-ku. Bo'luvchilar bor-ku, 8 bilan 4 ni bo'luvchisi bor-ku. Tepaga qaramanglar, faqat past bilan ishlash kerak. Qatga 2. 3 taqsim 4 ga 2, to'g'rimi? Yo'q, nariyoq 2. Mana bu 2 mi? Xato. Ayt. Yana shu yerda xato qildingiz. Ha? Stokan yapayım. Yoktu. Bir yozasiz 5 tepasiga. Ani 2 yozasiz. Qarang, mana bu 8, mana bu 4. Kim chiqib ketdi? Tak, mana bu 8, mana bu 4. Ketdi. 8 ga qarang, 1 ni ko'paytirsak 8 bo'ladi. 2 ga 4 ni ko'paytirsak 8 bo'ladi. Itogiy javobi shunda 8 bo'lib qoladi-da. Siz yana mana birinchisiga 2 ko'paytiryapsiz. Kres nakres ko'paytirish kerak. Birinikini bir-biriga ko'paytirish kerak. Ketdi shoh, gapir. Bo'l shoh. Asabga tegmasdan gapir. 1 5 yozasiz. 6
pastga bo'lsa. Ответ. Hech qanaqa unaqa emas. Sudda yanada so'z qarang. Kim? O'zi mana shunaqa yozganimizda xato yozdik. Sizlar shunaqa aytganinglar uchun shunaqa yozdim. Qaranglar. Boshdan xato ketdi. 5, 8 minus 4, 3, 4 bo'ladi. Mana bunga 2 berasizlar. 5, 8 minus 4, 6, 4 bo'ladi. Ana 8 mana. 8 bo'ladi. Ana endi boshlanglar. Ayirish, qo'shish. Давайте. Mana manshetda eng qiziq joyi mana manshetda boshlandi. 5 ga 1 berib turamiz. 1 berib turmaymiz. Olamiz. 5 dan 1 butun olamiz. 5 ga necha qo'shamiz? 15. 15 bo'lish. Qanaqa 15 bu? O, kallang joyidami? Знаменательдagi sonni berasan dedim-ku. 8 qo'shib 5 bo'ladi. Asli 4 8. Aha. 4 6 6 8. Давайте. Mana yetishmayaptimi? Bu yerda 5, bu yerda 6. Yetishmay turibdimi? Bo'ldi. Bundan olinglarda, mana butun sondan olinglarda 5 ga kasr знаменательдagi sonni qo'shib olinglar. 13 minus 6. Xo'p. Birinchi 4 yozaverasiz. Minus 8 tepasiga 13. Xo'p, 13 minus 6. 7. Bo'ldi. O'tir. Keyingisini kim oladi? Keyingisini kim oladi? O'tiribsan. O'tir. Kim oladi keyingisini? Bo'linglar. Oson, shunaqalar. O'tirding, bo'ldi. Kim oladi? Qo'rqish kerak emas. Shunisi-da. Давайте. Somashni man qilib beraver. Olinglar, qo'l ko'taringlar, bo'ldi, yechib ketamiz darsni. Bo'linglar. Siz oldingizmi? Oldingizmi nima? Bo'linglar, kim? Давайте. Yozamiz. 6 9 40 minus 11 90. Xo'p. Bo'tga necha berish kerak? Илья, почему ты вышел без разрешения? Mayli, o'zi biladi. Qirq 90 necha berish kerak? O'tgan dars o'rgatuvdim. Qatga? Nimaga 9 tepasiga 9? Nimaga o'zidan chiqayotgan sonni o'ziga berasizlar? Bo'tga 9 berish kerak. Aha. Endi o'tga 4. To'g'ri. Qaranglar, nollar kelayotgan bo'lsa, nollarni bekitib yuboringlar. Kerak emas nollar bilan ishlash. Dальше. Endi 6 80. 40. Yo'q. 4 kere 40. Ko'paytirish, 9 kere 40. Ko'paytirish ichidan chiqib qolibdi. Minus 5. Hop. 4. Hop. To'qqa. Qanaqa 90? 4 kere mana. Ko'paytirib olsizlar-ku, ko'paytirish kerak. 360. Dальше, tez. javob o'zi reski. Ha. 360. Bo'ling 81 dan 44 olib tashlang. 1 minus 4. Qanaqa 3? 11 minus 4. Aha, 7. Aha. Xo'p, mana bu yerda 7 qoldi. 7 minus 4. 3. Bo'ldi. Shunga shunchami? Ha? Qaysi xato olib ketib turing? Qani xato olib ketib chiqib. Bo'ldi. Tushundingizmi? Endi 5-chi destiyani kim qiladi? O'tiring. Mana 5. Mana bu kasrdan chiqqan javob bilan mana bu kasrdan chiqqan javob bir-biridan ayirish kerak. Kim? Bemalol chiqib. 8. O'tir. Baxkasan kalta yegin otdi. Yana bitta gapirsang kalta yeysan. Kim bo'yniga oladi? Bo'linglar. Ha? Bo'ldi, ha, bo'yningizga oldingiz. O'zingizdan ko'ring. Tak. Birinchi kasrdan chiqqan javob qaysi? Mana 8 Mana birinchisiniki, mana 8,2 / 3. 8 butun 2 taqsim 3 minus necha? 4
Ha, Mubinami deysiz? Yo'q, yo'q. Ruxshonlar ko'payib ketibdi. 4,45. Ketdi. Я вам верю. Ha, bu 3, bu 45. Nima qilish kerak? Yo'q. Nimaga botga 45, botga 3? Yaxshilab qarang. Uchi bo'linganicha 45 o'zi bo'ladi. 45 bo'lmaydi. Tepaga 4 plus 5. 9 bo'ladi. 9 bo'ladi. Xo'p. 9 bo'lsa nima bo'ladi? Sonni bir-biriga qo'shib, undan chiqqan javobini 3 ga bo'lsak, bo'linadigan son chiqsa, demak bu son 3 ga bo'linadigan son bo'ladi-ku. Demak 45 3 ga bo'lsa necha chiqadi? 15. Demak, mana bu yerda 15 bu yoqqa yozilishi kerak ekanmi? Nimaga 45 deyapsiz? Darsga ketdi, tez. Ha, endi yozing, endi eting mana 8, 30, 45 minus 4, 31, 45 deb eting. Bo'ling. Qarang, yo'q, boyga qarang, hozir. Ha. Nimaga botda 30, botda 31? Agar birinchi kasrdagi son ikkinchi kasrdagidan kichkina, ha, anundan baqa beramiz. Necha beramiz? 45 berasiz. Voy, znaminatsiyaligini berasiz-ku, qo'shasiz-ku, 45 qo'shib 30 qilib qo'shasiz. Necha qoladi? 75 qoladi. Yo'q, bu yoqda qoladigan soni berganingizdan keyin. 8 dan necha qoladi? 7. Hop, o'sha 7 ni endi nima qilish kerak? Ha, necha chiqadi? Ha, o'shani ayting. Endi 75 minus 31 qo'ying. Ha, 40. Voy, 75 minus 44. 5 dan 4 ni ayir, 31. Fu, javobni yozib qo'ydim. 31. 5 minus 1 4 bo'ladi. 7 minus 3 4 bo'ladi. 44. 3 butun 44 45 bo'ladi. Sharmanda, uyat. O'tiring. Davay, oltini oling. Tak, oltini kim oladi? Oling. 6 ga 5 chiqadi. Oldimmi? Ol deydimi? Ketdi, davaychi. 6 nimadan nima bo'ladi? Ha? 6ni javobini topish uchun nimadan nimani ayirish kerak? Ikkinchisini javobidan, uchinchisini javobidan ayirish. Ha, ikkinchisini birinchisi bilan ayirib yubordik-ku. Ikkinchisini ответini, Ha, beshinchi deystva bilan 6-chi deystavani birga qilish kerak. Ketdi, davaychi. Ayting. 44 minus Mana 7 taqsim 8. Mana 3-chi deystavamiz mana. Oh, qiyin keldi sizga. Ha, bo'ldi. No? Hey, kasr degan mavzuni o'tyapmiz. Kasr mavzusida nima qilish kerak? Bugun shu ustida 2 soat ham ishlayapmiz. Uzr, 1 soat 16 minutdan beri shu narsa ustida ishlayapmiz. Hali ham tushunmadik. 45 bo'lsa 8. Nimaga ko'paytiramiz? To'ppa-to'g'ri, молодец. Давайте. Qatga nima berishi to'g'ri ayting. 8 deb 44 tepasiga beramiz. 45 ham 7 ni tepasiga bermaysiz. Nimaga
Kasrni dedi. Kasr tepasiga berasiz. Birinchi kasrga 8, ikkinchi kasrga 45. Mana shunaqa yodlab olasizlar-da, 44 tepasiga 8 beramiz deb. Keyin yurasizlar. 44 8 ga ko'paytirib, tagida 45 qoldirib. Ko'paytiringchi. Hop, 44 8 ga. Ha? 280. Ha? Ha? 280 Va 8 kere 5. 0 40 bo'ladi. 8 kere 4. 36. 360 bo'ladi. 45 chi 7 ga nimaga 7 ko'paytirasiz? 45 7 ko'paytirsang 315 bo'ladi. Ha, buni bungami? Ha. Va, zaminatsiya topolmaysizmi? Ketdi. Bu 360. Xullas 3 yoz olamiz. Pastiga zaminatsiya 360. 315. Hop, 5 minus 12 minus 5. 37 ustoz. 12 karot minus 5 7 bo'ladi. Hop, endi nima qoldi? O'tiring. Kim o'z bo'yniga bu javobgarlikni oladi? Davay. O'tiribsan. O'tiribsan. Kim? Oling, men o'rayib turaman. Aktivlar qolibdi-ku. Iye, davay. Zam chiqaylik. Faqat sen chiqib ketaverasanmi? Qarang, bitta qoldi, bitta. Yo, boshqa oson narsa qoldi-yu. Ha, aytingchi oldin. Oxirgi mana 7-действие. Farruh. Ya, nima aytaman? Siz 3 ta bilan butunni. Qanchacha? Ha, ayting, qani? Ha, shu, to'ppa-to'g'ri, ha? 1,37 360 minus necha? Joyni almashtirib qo'ydik-ku. 3,37 minus 1,37 360. Nima bo'ladi? Ha, droplar qisqarib ketadi. 3 dan 1 ayiramiz, 2 javobni olamiz. Bo'ldi, o'tiring. To'xtanglar. Fikrni jamlab turamiz, o'tiramiz. Tak. O'tir. Ha, hech qanday emas. O'tirib turinglar. Tak. Yaxshi hech olmaganlar, uyalilar, sharmandalar. Tak. Mavzu kimga tushunarsiz? Tushunarsiz, menga aytsam agar qoldiradigan so'z so'raydilar. Tushunarsiz bo'lsa agar, hozir ikkinchi parada sizlar polностью praktika bilan shug'ullanasizlar. Polностью o'zingizlarning misollarni yechib, hammasini o'zingizlar hisob-kitobini chiqarasizlar. Mavzu shu bilan tugadi. Bugun faqat plus minus umumiy maxraj berishni o'tdik. Keyingi dars kasrni ko'paytirish bo'lishga o'tamiz. Iltimos, qo'shish bilan ayirishni yaxshilab o'rganib kelinglar. Iltimos, chunki ko'paytiruv bilan bo'ladi, keyin qo'shish bilan ayirish qoidalarini chalg'itib o'tirasizlar. Boshqa keyin sharmanda bo'ladi. Tak. Где-то 30% o'quvchilar tushundimi? Men bundan xursandman. Hozir darsga, переменаga chiqasizlar-yu. Chiqib kelganingizdan keyin sizlarni ozgincha aralashtirib o'tirg'izaman. Tushunganlar bilan tushunmaganlarni birgalikda o'tirg'izaman. Sizlarga yangi mavzu o'tib beraman, kelinglarga. Siz shurtamisiz? Sizga ham. Bo'ldi. Shunaqasiga bugungi mavzuni tugatdik. Uyga vazifa birinchi o'sha tugatdik-ku, 6 dan boshladik, 5 dan